Men ovqat hazm qilishni sekinlashtiraman, oshqozonni shishiraman va ichaklarni tugullarga bog'layman. Men yondiraman, shilliq qavatni g'ashini keltiraman. Mendan keyin og'riq va sanchiqlar qoladi. Agar sutingni ko'tara olmasang, qorningda gaz yig'ib, ichingni surib, joningni og'ritaman. Men bakteriyalar muvozanatini buzib, yallig'ovlanishni kuchaytiraman va ichagingni himoyasiz qoldiraman. Men kislotani oshirib, vahimani kuchaytiraman. Ichagingni stressdan buralib qolishga majbur qilaman. Odamga shunaqa tush ham kiradimi? Sen esa obuna bo'lishni unutma.